Erim Rossiyaga ishga ketgan kuni uyimizdagi sukunatni hech qachon unutolmayman. Yo'lga chiqib ketganidan keyin uy ichi birdan bo'shab qolgandek, hovlimizda ham, ko'nglimda ham bir og'ir boshliq paydo bo'ldi. Erta tongdan kechgacha uy ishlari, chorva, bog, hamma narsa mening yelkamda qoldi. Yolg'iz ayol uchun bu ishlarga yetishish oson emas ekan. Har kuni kechgacha charchab, charchoqqa tolib yotardim. Kunlar o'tib, tanam charchashga, qo'loyoqlarim og'rishga boshladi. Bir kuni oila bo'ylab qaynukamni yordamga chaqirishga qaror qildim. U qariyb 22 yoshda, o'qishni tugatgan, hali uylanmagan, qishloqda bekasdi mayda ishlarda yurar edi. Uni bogni tozalash, og'ir narsalarni ko'tarish, uy qurilish ishlariga qarashish uchun chaqirmoqchi bo'ldim. Dastlab u xursand bo'lib kelishga rozi bo'ldi. Ilk kunlarda hammasini jimgina, ortiqcha gap so'zsiz bajarardi. Men ham unga opa-singlidek muomala qilardim. 1-2 kundan keyin u ko'proq vaqt uyimizda qolishni boshladi. Ba'zida ish tugagach hovlida o'tirib men bilan gaplashardi. Dastlab gaplari oddiy, qishloqdagi yangiliklar, hovlida nima qilish kerakligi haqida edi. Ammo vaqt o'tishi bilan uning qarashlari o'zgarganini his qila boshladim. Ilgari oddiy qaragan ko'zlarda endi nimadir boshqa, nozik, lekin aniq ko'rinib turgan istak paydo bo'lgandi. Gap so'zlarda ham mayda ishoralar, hazil-mutoyiba ko'paydi. İlk bor tushungan kunimda yuragim qo'rquv bilan silkinib ketdi. Bir kuni kechqurun hovlida gilam ustida kiyim tikib o'tirgan edim. U eshik tomondan kirib keldi-da, qo'lidagi asboblarni qo'ydi. Qo'limdagi ishga qarab, "Opa, sizga yordamchi yigit emas, himoyachi erkak kerak bo'lib qolibdi", deb kulib qo'ydi. Uning ko'zlarida shohlikdan ko'ra boshqacha, xira, lekin aniq bo'lgan xohish yotardi. Shu lahzada yuragim tez ura boshladi. Men o'sha zamon o'zimni qo'lga oldim. Hech narsa demadim, faqat yuzimni qattiq va sovuq qilib ishni davom ettirdim. Ammo u kundan keyin u menga turli gaplar aytishni odat qildi. "Opa, siz juda chiroylisiz, eringiz qachon kelar ekan, bilmadim-da", degan gaplarni eshitganimda ichim titrab ketardi. Har kuni o'zimga shunday derdim: "Sen xiyonat qilmaysan, sen o'zingni to'g'ri yo'ldan chiqarmaysan. Sening noming ham, oilang ham sening qo'lingda." Bu so'zlar men uchun qalqonga aylandi. Bir kuni u menga yaqinlashib, "Opa, sizga yolg'iz qiyin bo'lsa, men bor-ku, axir", deb qo'ydi. Shu kuni unga qattiq javob qaytardim. "Sen men uchun qaynisan, men sening opangman. Boshqa bunaqa gapni aytma. Boshqa odam eshitsa sen uchun ham, men uchun ham yomon bo'ladi." U avvaliga kulib qo'ydi, keyin esa bir oz ranjigandek chiqib ketdi. Shundan keyin u uyimizga kamroq keladigan bo'ldi. Men esa har kuni Allohdan shuni so'rardim: yo'ldan adashmaslik, poklikni saqlash va oilamni asrash. Har qancha qiyin bo'lmasin, xiyonatga qadam qo'ymadim. Vaqt o'tib, erim ham qaytdi. U kelganida mening ko'zlarimdagi huzurni ko'rdi. Chunki men uni yuzim tikib kutib olganimdan, pok niyatim va toza ko'nglim bilan faxrlanardim. Erim qaytganida ko'zlarimga uzoq tikildi. Go'yo men bilan birga u ham bu yillarda juda ko'p narsani boshidan o'tkazgandek edi. Men esa unga qarab ichimdan shukr qildim. Alloh meni imtihondan o'tkazdi, ammo yuzim yorug' bo'lib qoldi. Lekin hayot tinchlanmadi. Qishloqda gap-so'zlar shamoldan ham tez tarqaladi. Men qaynukamni yordamga chaqirganimni ham, u bilan hovlida ishlaganimni ham ko'rgan qo'shnilar bo'libdi. Bilasiz-ku, odamlar ko'rganiga yarashmagan rang berishdan to'xtamaydi. Bir kuni kechqurun hovliga suv quyayotganimda yon qo'shni kampir kirib keldi. Gapni aylantirib, "Qayniyang yosh, sen yosh, ering uzoqda, ehtiyot bo'lgin, qizim", dedi. Men uning yuziga qaradim. U ehtimol meni ogohlantirishni xohlagandir, lekin men bunday gapni eshitganimda yuragim muzlab ketdi. Chunki bu nafaqat meni, balki oilamni ham tilga olish degani edi. Shundan so'ng men o'zimni yanada ehtiyot qildim. Qaynukam keladigan bo'lsa, ishlar tugagach darhol uyga jo'natdim. Biror bahona topib ortiqcha gaplashmadim. U avvaliga tushunmadi. "Opa, nima bo'ldi? Menga sovuq qarayapsiz", derdi. Men esa jilmayib, "Hech narsa bo'lgani yo'q, faqat ishlari ko'p bo'lib ketdi", deb javob berardim. Ammo ichimda bir narsani yaxshi bilardim. Ayol kishi bir daqiqaga bo'shashsa, shayton imkonni boy bermaydi. Men esa bo'shashmoqchi emasdim. Qishloqda bir necha misolni ko'rganman. Erlari Rossiyada bo'lgan ayollar birinchi hazildan boshlangan gap oxirida butun umriga dog' tushirib qo'yganini. Bir kuni qaynukam ishlayotganida men bog'da gullarga suv quyayotgan edim. U yaqinlashib qo'limdan chelakni oldi. Qulogimga yaqin kelib,
"Opa, sizning ko'zlaringiz juda chiroyli, qarashdan toymayman", dedi. Men esa chelakni qaytarib olib, "Qayni, bunday gapni boshqa aytma, bo'lmasa sen bilan bir hovlida ishlash ham to'xtaydi", dedim qat'iy ohangda. Shu gapdan so'ng u menga uzoq qaradi, lekin indamadi. Biroq ko'zlarida gam ham, hafsalasizlik ham bor edi. Men esa ichimdan og'ir nafas oldim, bu ham sinov edi. Kunlar o'tdi, erimga yozgan xatlarimda ham, telefon orqali gaplashganimizda ham hech qachon bu voqeani aytmadim. Chunki men bilar edim, erkaklar bunday gapni eshitsa, ishonch qaytishi qiyin bo'ladi. Yaxshisi, bu yukni o'zim ko'tarardim. Qishloqda esa gaplar sekin-asta so'ndi. Yoki men ularni eshitmaslikka o'rgandimmi, bilmayman. Men o'zimga shunday qoidani qo'ydim: ayolning sha'ni uning eng katta boyligi. Agar uni yo'qotsang, na pul, na boylik, na uy seni to'g'ri yo'lga qaytara oladi. Vaqt o'tib, erim bilan birga yana eski hayotimiz tiklandi. Qaynukam esa orada boshqa joyga ishga ketdi. O'sha kundan beri men ko'nglimda shukr bilan yashayman. Bu dunyoda ayolni eng go'zal qiladigan narsa uning pokligi. Erim qaytib kelganidan keyin ham men ichimdagi o'sha voqealarni unuta olmadim. Go'yo hayotimdagi bir sahifa qora siyoh bilan yozilgandek edi. Men uni yopdim, lekin har safar qaynukamni eslab qolganimda o'sha ko'z qarashlari, o'sha gaplari yodimga tushardi. Eri uzoqda bo'lgan ayol uchun bu juda nozik masala. Odamlar tashqaridan qaraganda bilmaydi, lekin uy ichida yolg'izlik ham, og'ir mehnat ham, turli vasvasalar ham bo'ladi. Men o'zimni tutganimdan faxrlanardim, lekin baribir o'sha davr men uchun katta maktab bo'ldi. Bir kuni erim bilan kechqurun choy ichib o'tirganimizda u birdan: "Sen o'sha paytlar yolg'iz juda qiynalgan bo'lsang kerak", deb so'radi. Men ichimdan agar bilsang, qanday sinovdan o'tgandim deb o'yladim, lekin labimdan "Ha, ishlari ko'p edi, lekin Alloh kuch berdi" degan so'z chiqdi. Ehtimol men unga hammasini aytishim mumkin edi. Lekin bilardim, erkak kishi ayolini boshqa bir erkak og'zida eshitgan bo'lsa, u gap haqiqat bo'lmasa ham yuragida qoldiradi. Men esa oilamizda shubha urugini ekishni xohlamadim. Vaqt o'tdi. Qaynukam uzoqroq joyda ishlashga ketdi. Ba'zida bayramlarda, katta yig'inlarda ko'rishib qolardik. U menga oddiy qarashga o'rgandi, go'yo o'sha voqealar bo'lmagandek edi. Men ham unga hurmat bilan masofani saqlagan holda gapirardim. Lekin qishloqda gap-so'zlar butunlay to'xtamadi. Ba'zan eshitib qolardim, eri ketganida qayni yordam bergan ekan, u gapni boshqacha ohangda aytishardi. Men ichimdan jilmayardim, sizlar bilmagan narsani men bilaman, men o'zimni saqladim. Oradan 2 yil o'tgach, qaynukam uylanishga qaror qildi. To'yida men ham kelin tomonga kirib bordim. U mening yonimdan o'tayotib sekin ovozda: "Opa, o'sha paytlar uchun uzr", dedi. Men unga jilmayib qaradim. "Yodingda tut, ayolning sha'ni uning hayoti. Boshqa ayolga ham hech qachon bunday qaramagin", dedim. U boshini egdi. Shu voqealardan keyin men bir narsani tushundim, inson hayotida vasvasa ko'p bo'ladi. Faqat har kim ham u bilan kurasha olmaydi. Men esa kurashdim. Balki bu mening eng katta galabamdir. Yillar o'tib bolalarim ulgaydi. Ular onasining yuzida hech qachon sharmandalik izini ko'rmadi. Chunki men bilar edim, ayolning eng katta merosi farzandlarga qoldiradigan pok nomi.